Assalomu alaykum do'stlar. Xudo xolasa yana sizlar bilan g'oyibona ko'rishib turganimdan xursandman. Do'stlar, xudo xolasa bir darvozamizni sizlar bilan bir baham ko'radigan maqsadda bitta issiq tondirdan chiqdi desa ham bo'laveradi. Bir ajoyib darvozamiz chiqdi o'sha high-tech uslubda. O'zgacha dizaynda albatta darvozamizni bir qator obzorini qilib beradigan maqsadda sizlarga xudo xolasa darvozamiz qisqacha obzor qilib beraman. Zerikib qolmaysizlar degan umiddaman. Videomiz albatta manfaatli bo'ladi. Oxirigacha ko'rsalang. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar, like tugmachalarni bosib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, bo'lmasam darvozamiz haqida qisqacha ma'lumot berishni boshladik. Xo'p, do'stlar, ko'rishlaringiz mumkin. High-tech uslubda bu ko'rinishda oddiy darvozaga o'xshaydi, lekin darvozamiz 2 qavatli shumkali o'sha full variantda bo'lgan desa bo'laveradi. Darvozamizni ko'rishlaringiz mumkin. Xo'p, yondorlarimizni ko'rishingiz mumkin. Yondorlarimizga 8 ga 8 profil ishlatganmiz ikkili stenkada. Hop, to'qima profillarimiz, to'qima profillar ko'rishingiz mumkin. Choklarga ham bitta e'tibor bering. Choklarga kraskalar ham ideal darajada shu gruntovka amma xolasini joyiga qo'yilgan, xudo xolasa. Gruntovkalargacha sepib, darvozani ideal qilib matviy ko'rinishda qilganmiz. Hop, profillarimiz 6 ga 4 stenka, darvozamiz 6 ga 4 profillarimiz hammasi 1,5 stenkada. Yaqinroq kelib olsangiz mana e'tibor bering, darvozamizga ponni mana vibralarni aylantirib, darvozamizni vibra aylantirib, ikki listlarimizni vibraga o'tirgizganmiz. Bu joylarga o'sha nerjevenkalarni berib, xudo xolasa bu joylarga ruchka ham qilib beraveramiz. Nerjevenkalardan jilo berib, o'sha nerjevenkaning sarig'i ham, goldi ham bor, qorasi ham bor. Hop, har xil vibra bor albatta, aloqa chiqsalar qilib beraveramiz. Darvozamiz hop, tepa qismini skvoznoy qilishgan, tepa qismini skvoznoy qilib o'sha xonadon egasi talabiga qarab skvoznoy qilib berganmiz. Hop, darvozamiz orqa tomonini ham bir qator ko'rsatib o'taylik-da. Darvozani orqa tomoni mana orqasini ham ponni tekis qilib ashibga qilib bergan. Darvoza 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Darvozamiz 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan. Xudo xolasa darvoza cho'tki chiqqan. Aloqa chiqaverasizlar. Bu joylarga rushnoy qilamiz. Sentr zamoy desa, sentr zamoy ham qilib beramiz, lekin xizmat qiladigan shu narsa. Sentr zamoy 1 yil, 2 yil, balki 5 yilda tirseti o'tib ketib qolsa, ish ko'rsatib qolsa, keyin yana bizni anaqa qilishingiz mumkin. Befoyda rasxod biz boramiz. Misol uchun bekarga hech kim qilib bermaydi albatta. Asosan shunaqa og'ir darvozalarımizga qo'l oddiy o'sha rushnoy qilib beramiz. Ko'proq o'zimiz tavsiya qilamiz, rushnoy qilib cho'tki chiqadi, xudo xolasa. Hop, darvozamiz narxiga keladigan bo'lsak, darvozamiz narxi, bu darvozamiz Andijonga zakazga bo'lgan, Andijonda o'sha Paxtabotiga o'nmaydi, xudo xolasa, bugun yuklanadi, chiqib ketadi. Darvozamiz kvadratiga keladigan bo'lsak, shu darvozamiz vodiy bo'ylab dastavka ustanovkasi bilan 850 ming so'mdan qilib beramiz. Shu full variantda 2 qavatli shumkali variant qilib. Hop, boshqa viloyatlarga Samarqand, Jizzax, Xorazm farqi yo'q. Qaysi viloyat bo'lishidan qat'iy nazar 900 ming so'mdan dastavka ustanovkasini qilib beraveramiz shu darvozamizda. 900 ming so'mdan. Kimga shunaqa darvoza kerak bo'lsa, aloqa chiqarasizlar do'stlar. Darvozaga bitta baho berib qo'yinglar. Hop, keyingi darvozalarimizni tanishtirib o'tamiz. Hop, do'stlar, buni oxirida ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Shu 130 ming so'mdan aksiya qilib qiynalgan oilaga degan darvozam shu darvoza bo'ladi. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsak, bu darvozamizni aksiyaga qo'yib yuborganmiz. Bu darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Eniga 367, bo'yiga 360 bo'lgan darvozamiz. Darvozani ko'rishlaringiz mumkin. Qo'l mehnat, rushnoy rabota darvoza. Xudo xolasa darvoza o'ta ideal ishlangan. Bu joylarga nerjevenkalardan jilo bergan. Tepa qismini 60 sm shu skvoznoy qilganmiz darvozamizni. Yondorlarimiz shivellarda, taglarimiz shivellarda bo'lgan, addenni kaletkali bo'lgan darvozamiz. Xudo xolasa darvozamiz 1 kvadrat metr zakazga bo'ladigan bo'lsa, shu darvozamiz 1 million 200 ming so'mdan 1 million 500 ming so'mgacha qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, aksiya qilib 1 million so'mdan razmeringizga tushsa, olib ketaverasizlar joyida, xudo xolasa. Hop, keyingi darvozamizga keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz lazerli fason darvozamiz. Ko'rishlaringiz mumkin, darvoza xudo xolasa o'ta cho'tki chiqqan. Buni ham yondorlari shivellardan bo'lgan, taglari shivellardan bo'lgan. Profillarimiz hammasi 1.7 stenkada 2 qavatli variantda bo'lgan darvozamiz. 2 qavatli variantda bo'lgan. Hop, eniga 355 bo'lgan darvozamiz, bo'yiga 330 bo'lgan. 355 ga 330. Bu darvozamizni ham bomba narxda aksiya qo'yib yuborganmiz.
Zakazga shu darvozalar 1.300.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha chiqadi zakazga. Tushuntirib o'taman, bir ikki kishi telefon qilyapti, mana shunaqa aksiya qilibsiz-ku. 950.000 so'mdan debsiz. Razmeringizga tushsa 950.000 so'mdan gapga javob beraveraman. Darvoza ideal. Kelib, joyiga kelib, lakasi tashlagan kelib, yoqtirib olib ketishaveradi. Shu darvozani 950.000 so'mdan aksiya qo'yib beraman. 355 ga 330 darvoza. Kimdir razmeriga tushib qolsa 950.000 so'mdan kelib olib ketaveradi. Zakazga bo'ladigan bo'lsa 1.300.000 so'mdan 1.600.000 so'mgacha o'sha materiali 2 qavat, 3 qavatli full variantda misol uchun materiali 1.8 emas, 2 stenka deyishadigan bo'lsa, narx-navosini xudo xolisa gaplashaveramiz. Xo'p, keyingi darvozamiz keladigan bo'lsa, keyingi darvozamiz skronli darvoza, soqqali fason darvoza deyiladi. Bu darvozamizni ham aksiya qo'yib beraman. Bu darvozani ham aksiya qo'yib beraman. Bu ham shu 2 qavatli shumkali variantda bo'lgan, xudo xolisa darvoza. Ko'ryapsizlar mana. Ichiga ketgan to'qima profillari ham hammasi qalinda bo'lgan. Profillari ham hammasi qalinda. Darvozani eniga 3.5 metr, bo'yiga 3.5 metr bo'lgan darvozamiz. Eniga 3.5, bo'yiga 3.5. Bu darvozani vodiy bo'ylab 9.000 so'mdan olib ketishaveradi, xudo xolisa. Dastavkasini qilib beramiz 9.000 so'mdan. Obar ustanovkasini qilib beramiz. Bo'lsa sizlarga bo'lsa, xalqqa bo'lsin. 9.000 so'mdan olib ketishaveradi darvozani. 2 qavatli shumkali variant. Razmeringizga tushsa bo'ldi. 3.5 ga 3.5 darvoza. Ko'rishlaringki, shu darvoza kelib, ko'rib joyida pul sanab olib ketishaveradi. Xo'p, keyingi darvozaga o'tadigan bo'lsa, keyingi darvozamiz. Bu darvozani misol uchun zakazga qiladigan bo'lsak, zakazga qiladigan 1 kvadrat metrini 1.200.000 so'mdan 1.400.000 so'mgacha qilib beramiz. 2 qavatli, 3 qavatli variantda. 1 qavatli variantda ham chiqadi, bu darvoza 1 million so'mdan qilib beramiz. Xo'p, bu darvozamiz afsona fason 2 qavatli variantda chiqadi bu darvoza ham. 1 qavatli variantda chiqmaydi. Nimaiki, orqasidan lis bosamiz, ikkinchi qavati ko'pchilik so'rayapti-da, 2 qavatli qilsa bo'ladi, 1 qavatli qilsa bo'ladi. Yo'q, 1 qavatlisi chiqmaydi buni. Hop, darvozamiz bu ham aksiga qo'yilgan. Kimni xonadoniga tushsa, aloqachi qilsa, xudo xolisa o'rnatib beraman. Eniga 3.90, bo'yiga 3.60 darvoza. Eniga 3.90, bo'yiga 3.60 darvoza ko'rishlaringiz mumkin. Kimni xonadoniga tushsa, xudo xolisa 950.000 so'mdan olib borib ustanovkasini qilib beraveramiz darvozani. Ishonaveringlar. Agar zakazga bo'ladigan bo'lsa 1.300.000 so'mdan shu fasonlarimiz. 1.500.000 so'mgacha kvadrat metri. Mana shu darvozani olib borib ustanovka qilib beraveramiz 950.000 so'mdan. Eniga 3.90, bo'yiga 3.60 darvoza. Maza qilsin xalq. Xo'p, keyingi fasonimiz Neklaslik o'zgacha chiqqan avtoriski, xudo xolisa o'zimiz. Ko'rishlaringiz mumkin, high-tech uslubda bo'lgan darvoza. Taylarim shivillarda bo'lgan, bu ham profillar ham hammasi qalinda, full variantda bo'lgan. Asosan bizda ko'proq qo'l mehnat ruchniy robota, xudo xolisa qulayroq variantni ham qilaveramiz. Shu eng arzon variantlarimiz ham bor. Kataloglarni tashlab beraveramiz. Xo'p, bu darvozani endi aytib o'tamiz. Bu darvozamizda hammasi qalinda bo'lgan, ruchkalarni ham ko'rishingiz mumkin. Ajoyib chiqqan, xudo xolisa. Darvozamizni eniga 3.30, eniga 3.30, bo'yiga 3.5. Kimga tushadigan bo'lsa 3.30 ga 3.5 darvoza, kimni xonadoniga tushsa 950.000 so'mdan olib ketishaveradi. Zakazga bo'ladigan bo'lsa 1.300.000 so'mdan shu darvoza zakazga. Lekin razmeringizga tushsa, xudo xolisa aybi yo'q darvozani. Yoqtirasiz, kelib olib ketaverasiz. 950.000 so'mdan vodiy bo'ylab. Boshqa viloyatlarga albatta dastavka kelishi asosida dastavkasiga yordam qilib yuborishadi. Darvozani ko'rishingiz mumkin. Yaqinroq olib kelsangiz, mana yaqinroq ham ko'rsatib qo'ying. Mana kraskalarimiz ham glansiy bo'lgan, xudo xolisa chotki kraskalar ham. Ajoyib chiqqan, xudo xolisa tovlanib turadi kraskamiz. Xo'p, keyingi darvozaga keladigan bo'lsak, keyingi darvozamiz high-tech uslubda bo'lgan. Bu ham o'sha trendda bo'layotgan darvozalarimizdan bittasi. Darvozamiz eniga 3.40 razmerda, bo'yiga 3.60 razmerda. Kimni xonadoniga tushsa, xudo xolisa buni ham aksiya qo'yaveramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, zakazga 1.200.000 so'mdan shu darvozalarimiz. 2 qavatli variant 1.200.000 so'mdan, materialga qarab 1.500.000 so'mgacha zakazga qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa. Xudo xolisa darvoza aybi yo'q. Aybi shu turishi. Kimni xonadoniga tushadigan bo'lsa 950.000 so'mdan darvoza.
Olib ketaverasizlar joyiga kelib. Lakasini tashlab beraman 950 ming so'mdan. Darvoza 2 qavatli variantda, shumkali variantda bo'lgan. Xo'p, keyingi fasonga keladigan bo'lsak, Samarqand fason darvoza. Samarqand fason darvozamiz ko'rishlaringiz mumkin. Mana shu stolimda olib qo'ying. Hop. Do'stlar, Samarqand fason darvoza eniga 335, bo'yiga 355 bo'lgan darvoza. 335 ga 355. Hop, nalichkalari bor, 25 sent. Tevada ham nalichkalari bor, girdi deydi. Tepada o'sha qoshlari bor. Darvozani ko'rishingiz mumkin. Go'zal qilib ishlangan, tagida tumbalari, o'rtada ham tumbalari, undan ancha mehnati bor, xudo xolasa. Bu darvozani ham xudo xolasa aksiyaga qo'yib beraman. Kimni xonadoniga tushsa, eniga 335, bo'yiga 350, joyiga nalichkalari bilan 385 ga 375 bo'ladi. Kvadratga sho'laverasiz. Darvozani zakazga bo'ladigan bo'lsa, shu darvozani 1 kvadrat metr 1 million 200 ming so'mdan 1 million 600 ming so'mgacha qilinyapti shu darvozani. Xalq maza qilsin, nech puldan qilib beray. Kimga yoqsa mana ishoninglar, darvoza mana aybi yo'q, xudo xolasa idea kelib joyida ko'rib lakasa tashlab beraman, kelib olib ketavering. 980 ming so'mdan olib ketaverasizlar darvozani. 1 million so'm emas, 980 ming so'mdan. Kimni xonadoniga tushsa, olib borib ustanovkasini qilib beramiz. Vodiy bo'ylab, boshqa viloyatlarga albatta kelishuv asosida. Do'stlar, xudo xolasa darvozalarni, katalinglar, vibrlar ko'p, aloqaga chiqsalar, xudo xolasa tashlab beraveramiz. Bizning manzillarimizga keladigan bo'lsak, bizning manzillarimiz Namangan viloyati 3 tuman Jidakapa qishlog'ida joylashgan. Ismim Sardoba. Shu ish faoliyati bilan xudo xolasa bu yil dekabrda 11 yil bo'ladi. Xudo xolasa aloqaga chiqaverasizlar. Katalinglar, musofirda yurgan akalar, barcha ijtimoiy tarmoqda faolmiz. Xudo xolasa musofirda yurgan aka-ukalar, boshqalar aloqaga chiqsa, Telegram, WhatsApp hammasi bor. Mana shu darvoza bor ekan, rasmiy to'g'ri kelmasa ham sizga zakazga desangiz, zakazga tashlab beramiz, yo bo'lmasa katalinglarni tashlab beramiz, kelib ko'rib joyida ham zakaz berishlari mumkin. Yo undan nimasi bo'lsa, o'sha katalinglarni tashlab beramiz, xudo xolasa. Zakaz bersalar, o'zimiz borib o'lchamlarni olamiz, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Yana bir gap, sex shu joyda o'zida joylashgan mana. Sex shu joyda o'zida, xudo xolasa. Ish jarayonlari hamma shu joyda bo'ladi. Do'stlar, videomiz yoqqan bo'lsa, albatta o'z fikrlaringizni kommentariyada qoldirasizlar. Bittadan like tugmachalarini bosib qo'ysalaring, bizga albatta motivatsiya bo'ladi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Do'stlar, yana anaqa qilib qolib ketibdi, 130 ming so'mdan qo'ygan darvozani qolib ketibdi. Shunda o'shani ham obzorni qilib o'taylik. Shu darvozamiz mana aksiyaga qo'yib bergan shtafobli pechat darvoza. Ko'rishingiz mumkin. Yondoqlarimiz 8 ga 6 profildan bo'lgan, taglarimiz 8 lik shivellardan bo'lgan, tepa qismlarini ko'ryapsiz, skrodga qo'yganmiz. Darvoza xudo xolasa haytli uslubda chetga chiqqan. Bir qavatli ham yo'q, profillari ham 1 stenkadan bo'lgan. Bu joylarga o'sha sara nerjinkadan qilib berganmiz. Shu darvozamiz qiynalgan muhtoj joylarga kvadratini 130 ming so'mdan olib borib ustanovka qilib beramiz. Vodiy bo'ylab, xudo xolasa. Boshqa viloyatlarga dastavkasini qilib beraveramiz. Albatta bizga o'sha video syomka qilib bu narsani albatta yashirin video syomka qilib tashlasa, Telegram orqali o'zimizga ko'ramiz. Xudo xolasa ma'qul kelsa, olib borib ustanovkalarni qilib beramiz. Zakazga bo'ladigan bo'lsa, shu darvozamiz bir qavatli varianti vodiy bo'ylab 550 ming so'mdan olib borib ustanovka qilib beraveraman. Zakazga bo'ladigan bo'lsa. O'shanda materiallar, yondoqlar 8 ga 6, 1,5 stenka, profillari 1.3, listlari ham 1.3 variantda bo'ladi. Yo, menga xizmat qilsin, ko'proq deyishadigan bo'lsa, narx-navoziga 50 ming so'm, 100 ming so'm qo'shiladi. Shu profil, tuqma profillarni qalinlashtirib, yondoqlarni ham qalinlashtirib, ammo listi o'sha 1.3 bo'ladi. Qolgan detallarni qalinlashtirib yuborilsa, xudo xolasa xizmat qilaveradi. Aytib o'tdim, buni ham o'sha 2 qavatli shumkali qiladigan bo'lsak, o'sha 850 ming so'mdan. Bir qavatlisi mana 550 ming so'mdan vodiy bo'ylab dastavka ustanovka, boshqa viloyatlarga albatta dastavkamiz kelishuv asosida. Do'stlar, sog' bo'linglar yana bir marta. Tamom.